Qoraqalpog'iston yurtimizdagi turizm salohiyati ancha yuqori bo'lgan hududlardan hisoblanadi. Bu yerda sayyohlar qiziqishiga sabab bo'ladigan yuzlab maskanlar bor. Aqchako'l ham mana shunday noyob joylar sirasiga kiradi. Azaldan Aqchako'l sohil bo'yi tuman aholisining sevimli dam olish maskanlaridan biri bo'lib kelgan. Keyinchalik esa bu so'lim go'sha va unda qurilgan milliy o'tovlar chet ellik sayyohlarning ham e'tirofiga sabab bo'ldi. Ayniqsa bahor va yoz mavsumlarida bu yerdan dam oluvchilarning izi uzilmaydi. Albatta bu bir jihatdan aholi uchun qulaylik bo'lsa, ikkinchi jihatdan mazkur dam olish maskanlarini tashkil qilgan tadbirkorlar uchun ham manfaatli. Keyingi yillarda bu maskanda ulkan qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Jumladan Aqchako'l bo'yidagi zarbdor tajribasi asosida barpo etilayotgan turizm rekreatsion zonasi tumanning turizm salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan muhim qadamlardan biridir. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 73.4 milliard so'm bo'lib, respublika byudjetidan 8.4 milliard so'm mablag' ajratilgan. Zona hududida 3 ta mehmonxona, 18 ta mehmon uyi, 20 ta o'tov uyi, 2 ta restoran, 5 ta sohil bo'yi turizm va xizmat ko'rsatish obyektlari, shuningdek 20 ta savdo va ko'ngilochar maskanlar barpo etilishi ko'zda tutilgan bo'lib, hozirda qurilish ishlari qizg'in amalga oshirilmoqda. Albatta, bu kelajakda tumanning iqtisodiy rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi mazkur turizm zonasida xorijlik va mahalliy sayyohlar uchun chet elnikidan qolishmaydigan shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Aqcha River mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan qiymati 9.5 milliard so'mga teng bo'lgan turistik maskan loyihasi doirasida kapsula uylar, dam olish maskanlari, bolalar uchun o'yin maydonchasi, kafe va restoranlar faoliyat yuritishi rejalashtirilgan. Qayd etish lozim, loyihalar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham muvozanatli amalga oshirilib, maskanning tabiiy go'zalligini asrab-avaylab, kelgusida ichki va tashqi turizmni rivojlantirish uchun munosib shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega. Darhaqiqat, Aqchako'l prezidentimizning tashabbusi bilan turistik rekreatsion hudud sifatida belgilab berilgandan keyin bu yerda juda katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi. Mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun barcha sharoitlar yaratildi va yaratilmoqda. Jumladan, ko'l hududi 3000 tonnaga yaqin chiqindilardan tozalandi. Yo'llar elektr energiya tizimi yaxshilandi. O'tovlar, hostellar qurildi. Plyaj, futbol, velo yo'laklar tashkil qilindi. Ta'kidlash joizki, Aqchako'lning hududi 6000 gektarga teng bo'lib, hostellar va o'tovlar qurilgan. Hostellar 80 kishiga, o'tovlar esa 40 kishiga mo'ljallangan. Shuningdek, barcha standartlarga to'liq javob beradigan 5 yulduzli mehmonxona hamda 10 ta villa tez orada sayyohlar xizmatiga tayyor bo'ladi. Qayd etish kerakki, sayyohlar kunduzi betakror tabiat, bepoyon suv havzasi hamda tarixiy obidalarni tomosha qilishsa, kechqurunlari ular uchun folklor, qadimiy o'yinlar va milliy qo'shiqlardan iborat konsert dasturlari taqdim etiladigan maxsus joylar ham mavjud. Bu albatta sayyohlarni befarq qoldirayotgani yo'q. Ahamiyatlisi, Aqchako'lda mavsumning istalgan vaqtida dam olish mumkin. Masalan, qishda baliq ovlash yo'lga qo'yilgan. Buning o'ziga xosligi shundaki, qishda Aqchako'lning yarmi 30-40 santimetrgacha muzlaydi. Sayyohlar esa ana shu muzlikni yorib, baliq ovlashlari mumkin. Buning zavqi albatta o'zgacha bo'ladi. Qayd etish kerakki, Aqchako'lda sayyohlar uchun yanada qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar bir zumga ham to'xtagani yo'q. Maqsad sayyohlar e'tiborini ko'proq jalb qilish, ichki va tashqi turizmni rivojlantirish, nafaqat Aqchako'l, balki Qoraqalpog'iston Respublikasining turistik salohiyatini yanada namoyish etishdir.